tennis o'ynashni biladi. Ammo men sparring qilaveraman. Akalar, zo'r bir tennis joy ochildi. Yaxshi lokatsiyalarda, Do'stlik Tamojniyni oldida, Go'rgayi Kurgovoydan kelayotganingizda, o'ng tomoningizda Do'stuk deb masjid oldida kafe bor. O'sha kafening ustida samovarlari bilan do'stlar bilan kelsangiz ham choyni ichib, yengil bir yerdan turetskiy choylardan olib o'ynab ketishingiz mumkin. Oilaviy kelib qolsangiz ham bo'laverar ekan, chunki VIP zonalari ham bor. Endi ba'zilar farzandlari bilan, bola chaqasi bilan o'ynagisi keladi. O'shalarga juda ham zo'r, qulay VIP zona. Ovqatlarni shu stolga zakaz qilib, bemalol oshna-og'ayni bilan o'tirib, bu yerda tennisda o'ynasangiz ham bo'laveradi. 4 ta stoli zalda, VIP xonada bitta stol. O'sha 5 ta stolli kim bilan bo'lsa ham tanish bilish, qarindosh urug' va birlashib kelib, choy ichib va bu yerga osh zakaz qilib qo'yib samovoriga kelib dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Shaxmatda kim yaxshi o'ynaydi? Akalar, mana bu shaxmatlarga ham e'tibor qaratib qo'ying. Shaxmat o'ynaganda miya chaqlanadi. Tenisi 2-etajda Do'stuk kafesi. Bu oldin Faiza bo'lib faoliyat yurgizgan. Orqa tomonida samovar, katta samovarga osh zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Do'stlik Tamojniyga yetmasdan masjidni oldida, bu yog'i Go'rgayida Kurgovoydan pastga tushib kelaverasiz. Va oshna-og'ayni bilan kelib, samovarda oshlar yeb, kafeda choy ichib, dam olib bir tennisda o'ynab ketaverasizlar.